12 balli sistema nima u o'zi? Biz maktabdamizmi yo institutdami? Qadrdonlar, 1-iyundan 12 balli sistemasini GAI xodimlari qo'llashni boshlaydi. Videoni davom ettirishdan oldin bizga обязательно obuna bo'lib qo'ying. Sizlar uchun men qiziqib bildim. Agar sizlar ketayotganingizda sizlarni GAI xodimi to'xtatsa va трехножкада sizlarni tezligidan aniqlab ko'rsatib bersa, o'sha yerda o'zida shtraf yozsa, o'sha narsada ball qo'llanadi. Boshqa situatsiyada agar sizlarga xat kelsa tezligiga, unga ball yozilgan bo'lsa, u hisoblanmaydi. U отдельный tema. Faqat GAI to'xtatgan bo'lish kerak. Hamma shtraflar bo'yicha yoziladigan ballarni описаниеda spiska qilib yozib qoldirdik. Agar sizlarga eslab qoling, shtraf xat bo'lib kelsa va o'tga ball urilgan bo'lsa, bu noqonuniy. Siz любое время uni sani asporit qilishingiz mumkin. 1 yil davomida agar qonunni umuman buzmagan bo'lsangiz, ballingiz umuman bo'lmasa, keyingi yilda nimadir bo'lib shtraf qilib qo'ydingiz, o'sha birinchi shtrafingizga agar ball yoziladigan shtraf bo'lsa, o'sha narsaga ball yozilmaydi.